Xolida opa, Nima? bugun bozorda o'ptimchilar ko'p, lekin hammasi ham pul qilmayapti. Sizningcha nega o'ptimchilarning aksariyati qiynalyapti? Bilasizmi, ko'pchilik o'ptimchilar narxga qarab hozirda tovar olyapti, lekin gap narxda emas. Hozir xaridorlarni nima xohishiga qarab tovar olish kerak, shuning uchun ham tovarlar turib qoladi. Demak, muammo faqat narxda emas. Yo'q, muammo bichim, ayolga mos kelishi, to'g'ri kelishida. Chunki kiyim faqat tomosha qilish uchun emas, u kiyish uchun. Shu unutilmaydi. Bunga e'tibor bermasa ham nima o'zgaradi? Birinchi tovar aylanmaydi. Pul muzlab qoladi va sotuvchi arzon sotishga majbur bo'ladi va foydasi chiqadi. O'ptimchi nimaga ko'p e'tibor berish kerak? Ayol o'zini noqulay his qilmaydigan, tor tang'az, kalta-kulta kiyimlardan qochish kerak. Uzun bo'lsa ham zamonaviy, chiroyli ko'rinadigan, ilk kiygan sifat birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Xo'p, qimmatroq bo'lsa, o'ptimchi sotishga qiynalmaydimi? Endi qimmat degani bu 2 barobar qimmat degani emas. Shu aytganlarimga e'tibor berilsa, tovar tez sotiladi, qayta so'raladi, bitta kelgan mijoz yana qayta keladi va eng keragi sotuvchi foydaga chiqadi. Xo'p, siz boshqalardan nima jihatingiz bilan ajralib turasiz? Bilaymanki 16 yoshimdan beri tikuvchilik kasbidaman. Men faqat ayollar bilan ishlaganman. Shuning uchun ham ayollarning muammosini ko'proq tushunaman deb o'ylayman. Shunda sizni tovarlaringiz sotuvchilarga qimmatli qilmaydimi? Yo'q, qimmatli qilmaydi, qaytanga foydali. Savdoyingiz 2 barobarga oshadi. Xolida opa, shunda o'ptimchilarga nima deya olasiz? O'ptimchilikga aytadigan gapim muammo sizda emas. Buni sababini bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi soобщение knopkasini bosing va o'ptim so'zini yozib qoldiring.